Oldinlari mana shu kabi karvonlarda yuklarni bir shahardan ikkinchi shaharga olib borilardi. Hozir bo'lsa Best Logistics butun boshli furalarda sizni kerak bo'lsa 1, 2, 3 yoki 10 kuba mahsulotingizni Xitoydan O'zbekistonga olib kelish xizmatini yo'lga qo'yib qo'ygan. Bu xizmatdan siz hamma kabi emas, balki hamyonbop narxda foydalanishingiz mumkin. Chunki biza 1 kuba yukni Xitoydan O'zbekistonga olib kelish, yo'l kira xarajati, barcha rastamoshkadagi xarajatlar u hujjatlarni o'zimiz bo'ynimizga olib, 1 kubasini $190 dan boshlab xizmatimiz narxini belgilab qo'yganmiz. Bu xizmatdan aksiya tartibida emas, balki doimiy ravishda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Aytgancha, yukingiz miqdori juda katta bo'lsa, hattoki bu narxdan imtiyoz ham qilib berishga tayyormiz. Bu xizmatdan foydalanish uchun doimgidek izohlarda kargo deb yozib qoldirishingiz yoki mana shu raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin.